Insoniyatga gelmintozlar juda qadim zamonlardan ma'lum bo'lib, ular parazitar kasalliklarning 90% tashkil qiladi. Bugun biz parazitologiya laboratoriyasida aynan yuvilmagan mevalar orqali yuqadigan gelmintozlarni tekshirib ko'ramiz. Hozir biz olma mevasini olib keldik va buni parazitologiya laboratoriyasida gelmentlarga tekshirib ko'rmoqchimiz. Ushbu apparatimiz shaker deb nomlanadi. Olma mevasini oddiy suvga solib, shaker apparatiga qo'yildi va bu 2 soat davomida mevada mavjud bo'lgan gelment tuxumlari suvga cho'kadi. Hozir biz parazitologiya laboratoriyasida yig'ilgan mana shunday inson organizmidan chiqqan gijjalar, askaridalar yonidamiz. Mana bu qo'limda turgan yassi chuvalchanglar oilasiga mansub lentasimon parazit 50 yoshlar atrofidagi bemor organizmidan olingan. Bu aynan o'sha yuvilmagan meva va sabzavotlardan yuqadigan parazit hisoblanadi. Bu askarida ham 5 yoshli bolaning organizmidan olingan. Aynan meva va sabzavotlarni yuvmasdan iste'mol qilish orqali yuqadi. Mana bu parazit esa go'sht mahsulotidan yuqadigan parazit hisoblanadi. Ushbu parazitlarni yuqtirib olmaslik uchun har bir odam o'zining shaxsiy gigiyena vositalariga ega bo'lishi lozim. Ovqatlanishdan oldin, hojatxonaga kirib chiqqach, eshik tutqichlarini ushlagach, tuproq bilan ishlagandan so'ng, ayniqsa bolalar ko'chada o'ynab kelgandan so'ng qo'lni sovunlab yuvish lozim. Shuningdek, tirnoqlarni kalta qilib olish zarur. Polizda, bog'da ishlash vaqtida qo'lni og'izga solishdan saqlanish kerak. Gijja tuxumlarini meva, sabzavotlar va ko'katlar orqali yuqishini oldini olish uchun ularni oqar suvda yaxshilab yuvish shart. Hurmatli fuqarolar, farzandingizga meva va sabzavotlarni yuvib iste'mol qilishni o'rgating.